Yurak kuchsizlanishi yoki quvvatsizlanishi ilmiy tilda aytadigan bo'lsak, surunkali yurak yetishmovchiligida kuzatiladigan 6 ta belgilar va qaysi kasalliklar va holatlar ushbu surunkali yurak yetishmovchiligiga olib keladi va davolash tamoyillari haqida gaplashib o'tamiz. Surunkali yurak yetishmovchiligi erta belgilari kuzatilganda uni o'z vaqtida aniqlash, uni keltirib chiqargan sabablarni bartaraf etish, davolashga kirishish, keyingi jiddiy asoratlarni oldini olishga va hayot sifatini ushlab qolishga yordam beradi. Chunki og'ir surunkali yurak yetishmovchiligi bilan yashash qanchalik og'irligini ushbu kasallikni boshidan o'tkazgan bemorlar yaxshi anglaydi. Masalan, og'ir surunkali yurak yetishmovchiligi bor bemorlar karavotda o'tirgan holatda bo'lishadi, boshini yostiqqa qo'yib yota olmaydigan darajada bo'ladi. Uxlay olmaydi, butun kunini, kechalarini shu o'tirgan holatida o'tkazadi. Oyoqlar, qo'llar, butun tana bo'ylab shishlar kuzatiladi. Ozgina harakatda hansirash, havo yetishmaslik hissi, nafas tiqilish kabi holatlar kuzatiladi. Biz ham amaliyotimizda ushbu asoratlar bilan ko'p ishlaganligimiz sababli bemorlarni o'z vaqtida ogohlantirish, ya'ni qaysi belgilar surunkali yurak yetishmovchiligining belgilari hisoblanishi, qaysi kasalliklar surunkali yurak yetishmovchiligiga olib borishini tushuntirib o'tishimiz kerak. Demak, birinchi eng ko'p uchraydigan belgi bu hansirash. Bemorlar oldin bajargan ishini bajarganda yoki oldin yurgan masofalarini yurganda, endi havo yetmayotganda yoki hansirash kabi shikoyatlar bilan murojaat qilib keladi. Kasallikni asta-sekin rivojlanib borgandan so'ng, demak, kichik jismoniy yuklamalarda ham, kichik masofalarga yurganda ham hansirash, kuchli hansirashlar, havo yetishmaslik hissi, demak, nafas tiqilgandek kabi belgilar paydo bo'ladi. Bundan tashqari yana tungi paroksizmal hansirash deb ataladigan tushuncha ham mavjud. Aytaylik, bunda bemorlar kechqurun uyquga yotganda 1 soatdan so'ng, 2 soatdan so'ng o'rinlaridan turib ketishga majbur bo'lishadi. Sababi havo yetmaganligi, demak, bo'g'ziga nafas tiqilgandek his bilan uyg'onib ketishadi. Bu ham surunkali yurak yetishmovchiligini belgisi sifatida ko'riladi. Bunda o'sha yurakning nasos funksiyasi deb ataymiz. Yurak tanadagi qonni o'ziga tortib olib va o'zidan qonni otib berish vazifasi mavjud. Yurakni, demak, ushbu funksiyalari buzilganda o'pkalarda qon dimlanishiga va asta-sekin yurak yetishmovchiligining rivojlanib, demak, hansirashlar, havo yetishmaslik hissini paydo bo'lishiga olib keladi. Ikkinchi eng ko'p kuzatiladigan belgilar bu shishlar hisoblanadi. Yurak bilan bog'liq bo'lgan shishlar. Birinchi kuzatiladigan soha bu oyoqda paydo bo'ladigan shishlar. Oyoqni ham aynan o'sha kaft ustida, to'piq sohalarida boshlanadigan shishlar bo'ladi. Shishlar simmetrik xarakterga ega bo'ladi, ya'ni o'ng oyoqda ham, chap oyoqda ham shishlar paydo bo'ladi. Ular bir oyoqdagi shishlar ikkinchiga nisbatan kam yoki ko'p bo'lishi ham mumkin. Bu undagi tomirlarda holati bilan bog'liq. Kasallik rivojlanib borgan sari, demak, oyoqdagi shishlar asta-sekin tananing yuqori qismiga ko'tarilishni boshlaydi. Boldirlar, sonlar sohasidagi shishlar paydo bo'ladi va keyinchalik tananing yuqori qismlarida, qo'llarda shishlar kuzatiladi. Qorin sohasida suvlar yig'ilishi, yurak atrofida suvlar yig'ilishi, o'pkani qoplab turadigan pardalar orasida suvlar yig'ilishigacha ham olib kelishi mumkin. Uchinchi yana ko'p uchraydigan belgilardan biri bu yurakni tez urib ketish holatlari yoki noto'g'ri urish holatlari. Bunda boshqa kasalliklar hisobiga kuzatiladigan, demak, yurakni tez urishi yoki bo'lmasa surunkali yurak yetishmovchiligida kuzatiladigan, demak, yurakni shaklini kasalliklar hisobiga, demak, geometriyasini o'zgarib qolishi hisobiga yuraklarda noto'g'ri urishlar va yurak tez urib ketish holatlari kabi belgilar ham ko'p uchraydi. To'rtinchi belgi bu yo'tal hisoblanadi. Kasallikda erta bosqichlarida tungi yo'tallardan bemorlar bezovta bo'lishadi. Kechqurun uyquga yotganda 1 soatdan 2 soatdan keyin ularda yo'tal paydo bo'ladi. Ma'lumki, yurak yetishmovchiligi hisobiga, demak, gorizontal holatda yurak va tanani boshqa qismlari bir tekislikda bo'lganda yurakka keladigan qonning miqdori ko'payadi va yurak yetishmovchiligi hisobiga qonni, demak, erkin aylantira olish imkoniyati cheklangan bo'ladi. O'pkalarda qon dimlanishi kuchayadi va bu yo'talga sabab bo'ladi. Kasallik rivojlanib borgan sari yo'tallar, demak, kunduz kuni ham paydo bo'lib boshlaydi. Demak, bemor nafaqat gorizontal holatda, balki o'tirgan vertikal holatda yoki yarim yotoq holatlarida ham yo'tallar paydo bo'la boshlaydi. 5-belgi sovuq qo'l va oyoqlar. Ushbu belgilar yuqorida aytib o'tgan belgilarimiz, ya'ni hansirashlar, oyoqda, qo'llarda shishlar bilan birga qo'shilib keladi. Tanadan uzoqda joylashgan qo'l va oyoqlarda qon aylanishini buzilishi hisobiga kelib chiqadi.
Oltinchisi, belgilar majmuasi bundan tashqari jigarda kattalashishi, ishtahasizlik, lablarning ko'karishi, organizmda suyuqlik yig'ilishi hisobiga tana vazni ortadigan bo'lsa, yurak yetishmovchiligi boshqa a'zolarning ham ishiga o'zini ta'sirini o'tkaza boshlagandan keyin jigarda shikastlanishi, masalan, buyraklarda shikastlanish holatlarida organizmda mushak va yog' miqdori kamayishi hisobiga bemorlarda keyinchalik ozish kuzatiladi. Yurak yetishmovchiligida, yurak quvvatsizligida kuzatiladigan belgilarni sanab o'tdik. Endi qaysi kasalliklar yoki holatlar surunkali yurak yetishmovchiligiga olib keladi, eng ko'p sabab bo'ladi. Ushbu kasalliklarni ham aytib o'tishimiz kerak. Chunki kimda ushbu kasalliklar mavjud bo'lsa, buni o'z vaqtida aniqlash va davolashga kirishish muhim hisoblanadi. O'z vaqtida davolanmagan, o'z vaqtida oldi olinmagan kasalliklar vaqt o'tib borishi bilan, demak, surunkali yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Birinchi eng ko'p uchraydigan sababi bu yurak ishemik kasalligi. Stenokardiyalar, miokard infarktidan keyin yurak mushaklarining shikastlanishi, shikastlangan sohalarda chandiqlanishi, yurak mushaklarining qisqarish kuchining kamayishi yurak demak yetishmovchiligiga olib keladi. Ikkinchi yana eng ko'p uchraydigan sabablar bu yuqori qon bosimi, gipertoniya kasalligi. O'z vaqtida, demak, oldi olinmagan yuqori qon bosimida yurgan bemorlarimiz ham vaqt o'tishi bilan surunkali yurak yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin. Bunda demak bosim yuqori bo'lganda yurakda muskullari ham demak kuchli bosim ostida ishlashadi. Vaqt o'tishi bilan ularda devorlari qalinlashadi. Qalinlashgan muskullarida erkin demak qisqarishi, bo'shashish funksiyasi demak kamayadi va bu ham surunkali yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Uchinchi yana ko'p uchraydigan sabablar bu kardiomiopatiya va miokardit deb ataluvchi kasalliklar. Kardiomiopatiya dilatatsion, gipertrofik, restriktiv, aritmogen, periportal, ya'ni homiladorlik yoki tug'ruq bilan bog'liq bo'lgan kardiomiopatiya deb ataluvchi turlari mavjud. Bu kasalliklarning kelib chiqishida genetik omillar, infeksiyalar, alkogol zararli moddalar, aritmiyalar sabab bo'ladi. To'rtinchi yana eng ko'p uchraydigan sabablar bu yurak tug'ma va orttirilgan paroklari, nuqsonlari hisoblanadi. Klapan bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, revmatizm hisobiga yurak klapanlarining shikastlanishi. Beshinchi yana eng ko'p uchraydigan sabablar bu aritmiyalar, bo'lmachilar fibrillatsiyasi kabi kasalliklarda. Oltinchi yana eng ko'p uchraydigan sabablari bu tireotoksikoz, ya'ni qalqonsimon bezni shikastlanishi va anemiyalarda ham yurak yetishmovchiligiga olib keladi. Endi yuqorida sanab o'tilgan belgilar bilan birgalikda kasalliklari ham mavjud bo'ladigan bo'lsa, sizda surunkali yurak yetishmovchiligi mavjudligini yoki yo'qligini qanday tekshirish yoki baholash mumkin? Demak, tekshiruv usullaridan, laboratoriya tekshiruv usullaridan oladigan bo'lsak, natriy uretiskiy peptid deb ataluvchi analizni qondan olib tekshirib ko'ramiz. Buni qiymati mana bu jadvalda demak ko'rsatilgan. Ushbu rasmdan ko'rishingiz mumkin. Demak, analiz agarda 125 dan yuqori chiqadigan bo'lsa, demak sizda surunkali yurak yetishmovchiligi tashxisi tasdiqlangan bo'ladi. Yana instrumental tekshiruvlardan demak muhim ahamiyatga ega bo'lgani yurak ekokardiografiya UZI tekshiruvi. Bunda yurak kameralarining holatini, yurakni qonotib berish kuchini, ya'ni surunkali yurak yetishmovchiligida muhim ko'rsatkich bo'lib hisoblanadigan fraksiya vibrasi, yurakni qon otib berish kuchini baholaydigan ko'rsatkichni baholash muhim hisoblanadi. Surunkali yurak yetishmovchiligi tasdiqlangandan so'ng davolash qismiga o'tamiz. Bugungi kunda zamonaviy tibbiyotda surunkali yurak yetishmovchiligini davolashda ishlatiladigan 5 ta asosiy dorilar guruhini sanab o'tamiz. Demak, birinchi asosiy dorimiz, guruhimiz bu angiotensin retseptor va neprolizin ingibitori deb ataydigan dorilarimiz. Buni ko'pchilik bemorlarimiz Uperio nomi bilan yaxshi bilishadi. Ushbu dorini 24, 26, 49 ga 51, 97, 103 kabi dozalari mavjud. Kasallikni kechishini, og'irlik darajasini, qon bosimi ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda qaysi bemorga qaysi dozada buyurish kerakligini shifokor ko'rigidan so'ng individual holatda tanlanadi. Yoki bu dorilar o'rniga, demak, prillar guruh dorilari yoki valsartan guruh dorilari ishlatiladi. Ikkinchi asosiy guruh dorilarimiz bu beta blokatorlar guruhiga kiradigan dorilar. Ushbu guruhga kiradigan bisoprolol dorisini biz vaqtida batafsil tanishib chiqqanmiz. Bundan tashqari ushbu guruhga karvedilol, metoprolol, nebivolol kabi dorilar ham kiradi. Ushbu dorilarda qaysi birini surunkali yurak yetishmovchiligiga berish masalasi bemordagi mavjud qo'shimcha kasalliklar va undagi klinik belgilarni hisobga olgan holda
bu ham individual holatda tanlanadi. Uchinchi asosiy guruh dorilarimiz bu antagonist aldosteron dorilari. Ushbu guruhga kiradigan biraspiron dorisini ham batafsil tahlil qilib chiqqanmiz. Bundan tashqari eplerinon dorisi ham ushbu guruhga mavjud bo'ladi. To'rtinchi yana asosiy guruh dorilarimiz dapagliflozin va empagliflozin guruhiga kiradigan dorilar. Buni bemorlarimiz Diampa, Jardins, Emaglif nomlari bilan yaxshi bilishadi. 10 mg dozada sutkada bir mahal surunkali yurak yetishmovchiligini davolashda ishlatiladi. Beshinchi yana asosiy guruh dorilarimiz surunkali yurak yetishmovchiliklari, demak oyoqda shishlar, umuman tanada suv yig'ilishi bilan yoki dimlanish bilan kechadigan holatlarda diuretiklar guruhiga, ya'ni siydik haydaydigan dorilar guruhiga kiruvchi dorilar ishlatiladi. Bularga o'sha Tarzid, furosemid kabi dorilarni bilamiz. Agarda sizda ham ushbu belgilar kuzatilayotgan bo'lsa yoki yuqorida aytib o'tilgan kasalliklar mavjud bo'lsa, demak kardiolog ko'rikdan o'tib, surunkali yurak yetishmovchiligini bor yo'qligini aniqlashtirib olish muhim hisoblanadi. Chunki o'z vaqtida aniqlanmagan surunkali yurak yetishmovchiligi yoki o'z vaqtida davolanmagan surunkali yurak yetishmovchiligi insonda hayot sifatini sezilarli yomonlashishiga va uni mehnat qobiliyatini yo'qotishiga olib keladi.